Assalomu alaykum, Mototors kanali obunachilari, ya'ni yangiliklardan bombasini qilamiz. Sifati zo'r bo'lgan, yomg'irli kunlarga qaramasdan sifati zo'r bo'lgan motokultivatorlarning narxlarini suv tekinga tushiramiz. Ya'ni aytishadi-ku, yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang qish hayda deydi. Shunga sababli yomg'ir kunlarida ham, qish kunlarida ham sizlarga sifati zo'r bo'lgan motokultivatorlarni obzorini qilamiz. Qani boshladik. Hozirgi motokultivatorimiz, ya'ni Diamond brendiga tegishli. Sifati juda ham bomba chiqadi. 15 ot kuchlik, ya'ni faralik sifati zo'r bo'lgan motokultivatorimizni ko'rsatamiz. Bu benzinda ishlaydigan, ya'ni sifatlari bomba chiqadi, original mahsulot. Pichog'i 5 qatorlik bo'ladi, ya'ni mayda katta bo'ladigan pichoqlar bo'ladi. Balonga 12 ga 500 balonlari qo'yilgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8,5 million, 7,5 million so'mlik motokultivatorni endilikda bizning do'konlarimizdan 5,5 million so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol Mototol do'konlariga kelib, tezda xarid qilib olamiz. Bundan ham arzonni ko'rsatinglar degan akalarimiz uchun 15 ot kuchlik motokultivatorimizni, ya'ni 5 faraligini, baklari 5 litrlik, balonlari xuddi shu pichoqlari 5 qatorlik, skoroslari rulda bo'ladi, hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Rullari ham baquvvat 2 qavatli qilib ishlangan, juda ham mustahkam qilib ishlangan. Bularga qulaylik tarafi jatga ham ulasangiz hech qanaqa qiynalmaysiz. Mana jatga ulanadigan joylari ham bor. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini juda ham suv tekin narxga tushirganmiz. Buni narxini 4 million 900 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Ishoningizlar, bunaqa narx uncha-muncha joyda topa olmaysiz. Eng qizig'ini ko'rsatsam, mana 7 ot kuchlik motokultivatorimizni ham narxini suv tekin narxga tushirganmiz. 7 ot kuchlik motokultivatorimiz baloni o'ngga 400 bor. Xohlaganlarga baloni o'ngga 8 bor. Ya'ni o'ngga 8 kichikroq balon, bu kattaroq balon. Endi aytish mumkin, katta balonni narxini qimmat ko'rsatishingiz mumkin deyish mumkin. Buni qulayliklari, filtrlari maslenli bo'ladi. Baklari 5 litrlik bo'ladi. Boshqa motokultivatorga solishtirmaysizlar. 3 litrlik bak emas, 5 litrlik bak, maslenli filtr. Rullari o'zida bo'ladi va skoroslari o'zida bo'ladi va baloni kattasidan bo'ladi. Kichkina balonni ham ko'rsamiz, katta balonni. Katta balonning narxini sizlarga 2 million 850 ming so'm qilib beramiz. Ishoningizlar, 4,5 million sotgan motokultivatorimizni 2 million 850 ming so'm qilib beramiz. Narxi suv tekin bo'lsa, bemalol bitta laykni bosib, bemalol biz do'konlariga tashrif buyurishingiz mumkin. Eng qizig'ini aytsam, kichkina balonni nech pul qilib berasiz deganlar uchun, akalarimiz uchun mana shu kichkina balon, ya'ni bu ham baklari 5 litrlik, maslenli filtr baloni, ya'ni 4 ga 8 deyiladi. Salgina katta balondan ko'rishingiz mumkin. Yoniga ham qo'ygan kichikroq balon. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi o'sha 4,5 million sotilgan vaqtida motokultivatorimizni 2 million 750 ming so'm qilib beramiz. Ishoningizlar, yarim narxiga sizlar motokultivator olib ketishingiz mumkin. Yarim narxiga. Eng qizig'ini aytsam, o'sha Vemani dizelniga o'xshagan variant kelgan, ya'ni bu oti Everest deyiladi. Dizelli motokultivatorimizni ham narxini suv tekin tushiramiz. 7 ot kuchlik, menga saralkalik motokultivator ber deganlar uchun saralkalik variantini o'sha 9,5 million vaqtiga sotganmiz Vemani, endi bu arzonchiroq, bularni 6,5 million sotganmiz. Hozirgi kunda dizelli motokultivatorimizni narxini 4 million 500 ming so'mga benzinli, eski benzinli narxidagi dizelli motokultivatorimizni olib ketishingiz mumkin. 7 ot kuchli, juda ham ixcham va saralka xarajatlari juda ham ekonomik bo'ladi. Xohlaganlar uchun bunga mana yerda 9 ot kuchli motokultivatorimiz ham bor. 9 ot kuchli motokultivatorimizni narxini 4 million 700 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Katta bahaybat, pichoqlari 5 qatorlik, ostlari qalin bo'ladi. Hozir bu motokultivatorimizni yomg'irli kunlarga mana strich bilan o'rab qo'yganmiz. Videoda yaxshi ko'rinmasligi mumkin. Bemalol do'konlarga kelib, sifati zo'r bo'lgan motokultivatorni katta bazada, katta kolичествосida olib sotadiganlar ham bo'lsa, yanada arzonlashtirib biz narxini beraveramiz. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz bor. Bu brendlarimizni qaytarib o'tamiz. Kingmax brendi, Diamond brendiga tegishli sifati zo'r bo'lgan motokultivatorimiz. Eng qizig'i, bizda 1 yil servis xizmatigacha garantiyalarimiz bor. Agar sizda eski motokultivatoringiz bo'lsa, ularni ham tuzatishga va servis xizmatlarimiz bor. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, telefon raqam va adreslarimizni tushuntirib o'taman. Yo'limizni so'raganlarga Toshkent shahrida joylashgan Do'mrobod bozor, ya'ni Sobrahimov metrodan chiqqaningizda Do'mrobod bozori o'zi ko'rinadi. Ro'parasida Fayzbult bozori bor. Fayzbult bozorini qarama-qarshi tarafida, ya'ni Motopower do'konimiz. Telefon raqamlarimiz 99lik 576 37 37 va 95lik 816 94 94. Telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, optim narxdagi
katta kolичестводagi motokultivatorlarni bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bizni servis manzillarimizni so'raganlarga bizda servis manzilimiz ham bor. Ya'ni shundagina do'konimizning yonida joylashgan servis do'konlarimiz mana Mototol Service Center, ya'ni motokultivatorni xohlagan turidagilarini olib kelsangiz biz tuzatib ham beraveramiz.